birinchi qismini davomini ko'rib chiqamiz, ya'ni birinchi mavzuni. Demak, birinchisida ikkita tanqidiy fikrlashga doir masalamiz bor. Shulardan boshlaymiz. Aytyaptiki, Anvarning ikki xil rangli sharlari bor. Demak, ikki xil rangli sharlari, Sobirning esa 3 xil rangli sharlari bor. E'tibor bergan bo'lsa, haqiqatan Anvarda ko'k va qizil, Sobirda esa sariq, qizil, yashil rangli sharchalari bor. Demak, Sardor degan do'sti aytyaptiki, ularda jami 3 plus 2 5 xil rangli sharchasi bor debdi. Demak, 5 xil rangli sharchasi bor degan joyda ozgina xatolik qilibdi. E'tibor bersak, Anvar bilan Sobirda bir xil ikkita qizil rangli sharchalar bor. Bu degani bizda bir xil, ikkinchi xil, uchinchi xil, to'rtinchi xil, ya'ni 4 xil sharcha bor. Shu yerda ozgina xatolik qilibdi. Endi Sardor qanday xatolikka yo'l qo'ydi deyapti. O'zi mana shu yerdan ma'lumki, bir xil rangli sharchalar borligiga ahamiyat bermagan. Bu o'zi bizda D javobda turibdi. U Anvar va Sobirni bir xil rangli sharlari bo'lishi mumkinligini inobatga olmabdi dedi. Shu javobimiz to'g'ri. Lekin qolgan javoblarni ham tekshirib chiqamiz. U xato qilmagan debdi. O'sha xato qilganini birinchisida bilib bo'ldik. Shuning uchun A javob chiqib ketdi. Ikkinchisida u qo'shishda xato qilgan deyapti. Yo'q, qo'shishda xato qilmagan. Chunki 3 ga 2 ni qo'shsa haqiqatan 5. Shu sababdan bu javob ham xato. U Anvarni ham Sobirni ham tanimaydi. Tanimaydigan odamni sharlarini qaydan biladi? Shuning uchun ham bu xato hisoblanadi. Keyingisi, Rasulbekning uydan maktabgacha bo'lgan masofa 800 metr. Bir kuni u ertalab soat 7:00 da uydan chiqdi va 300 metr masofa yurdi. Demak, 7:00 da uydan chiqibdi, 300 metr masofa yuribdi. Qayerga yurdi, boshqa yoqqa yurdimi, umuman bizga ma'lumot bermadi. Prosta endi Jamshidbek degan do'sti aytyaptiki, Rasulbek hozir maktabidan 800 minus 300 barobar 500 metr masofa uzoqlikda deb turib ma'lumot beryapti. Endi savol, quyidagilardan qaysi biri Jamshidbek qilgan xatolikni ko'rsatib bera oladi? Ya'ni taxmin qilgan do'stini qayerda xatoligini topishimiz kerak ekan. Endi mana chizmamizda beryapti. Uydan chiqish vaqti 7:00 da, maktabga borish vaqti 7:24. Demak, 24 minutda yetib borar ekan o'quvchimiz. Endi aytyapti, Rasulbekning darslari ertalab emas, balkim peshin vaqtidan keyin boshlanadi debdi. Qayerdan biladi Jamshidbek ertaman bo'ladimi, abitdan keyin bo'ladimi? Chunki bu haqida matnimizda umuman ma'lumot berilmagan. Shuning uchun A javobini chiqarib tashlaymiz. Keyin u haqida gap ham ketmayapti. Bizda faqatgina aytyapti 300 metr masofa yurdi, ertalab 7 da ko'chaga chiqdi dedi. B javobimiz bugun yakshanba bo'lishi mumkin. Ya'ni bu kunda maktab darslari bo'lmaydi debdi. Bizda bugun hafta kuni haqida ham ma'lumot berishmadi. Faqatgina matnimizda ertaman soat 7 da ko'chaga chiqdi va 300 metr masofa yurdi deb turibdi. Shuning uchun B javobini ham chiqarib tashlaymiz. S javobda Rasulbek maktabidan boshqa tomonga qarab yurgan bo'lishi mumkin deyapti. Qarang, mana shu yerda yurgan bo'lishi mumkin deyapti. Yurmagan bo'lishi ham mumkin. Lekin yurgan bo'lishi mumkin deganda inobatga oladigan bo'lsa, birinchidan mana bu yerda chizmamizdan maktabga teskari holatda 300 metr masofa turibdi. Bu tomonga ham 300 metr masofa turibdi. Faqatgina shu sayimiz sal hozircha ABga nisbatan haqiqatga yaqinroq turibdi. Ya'ni maktabdan boshqa tomonga yurgan bo'lishi mumkin. Ha, mumkin. Nimaga AB reallikdan sal uzoqroqda turibdi-da, shu sababdan S sal yaqinroq turibdi. Endi D javobni ham ko'raylik. U ayrishda xato qilgan. Yo'q, 800 dan 300 ayirsa haqiqatan 500. Shuning uchun ham bu javob xato. Keyingisi, Jamshid hech qanday xato qilmadi. Jamshid xatolikka yo'l qo'yganini mana bu yerdan ham bilsak bo'ladi. Ya'ni 300 metr masofa yo'l yurdi va maktabgacha 500 metr masofa qoldi deyapti. Yo'q, agarda u maktabdan boshqa tomonga yurgan bo'lsa-chi,
Maktabdan boshqa tomonga yurgan bo'lsa 300 metr bo'lsa, bu yerda 300, bu yerda ham 300, so'ngra 500, jami bizda 1100 metr masofa bo'lib qoladi. Maktabgacha bo'lgan masofa. Ya'ni 1 kilometr 100 metr masofadan uzoqlab ketgan bo'ladi. Shuning uchun javobni ham chiqarib tashlaymiz. Endi bizda yagona qoladi S javob. Nima uchun? Rasulbek maktabidan boshqa tomonga qarab yurgan bo'lishi mumkin. Bu ham aniq gapirmayapti. Yurgan bo'lishi mumkin, yurmagan bo'lishi ham mumkin. Lekin qolganlarga nisbatan eng yaqini shu ekan. Shuni S javobi to'g'ri deb olamiz. Keyingi qismida uyga vazifa qismi ekan. Birinchi savol. Quyidagi doskada yozilgan qizil rangli sonlar yig'indisini toping. Demak, birinchisida 123, ikkinchisida 693 turibdi. 123 ga qo'shamiz 693 ni. 693 ni. 3 ga 3 qo'shsak 6, 2 ga 9 qo'shsak 11, 1 dilda, 1 ga 6 ni qo'shsak 7, 1 dilda bilan 8, demak 816 ekan. Keyingisida quyidagi doskada yozilgan oq rangli sonlar yig'indisini toping debdi. Demak, oq ranglilar 458, 41 va 97. Yozib olamiz. 458 qo'shilgan 97 qo'shilgan 41. 8 ga 7 qo'shsa 15, 15 ga 1 qo'shsa 16 ni 6si 1 dilda. 5 ga 9 ni qo'shsak 14, 4 ni qo'shsak 18, 1 dildagi bilan 19 9i, yana 1 dilda. 4 bu yerga yozishdan oldin 1 dildan qo'shsam 5, demak 596 ekan javobi. Keyingisi, quyidagi doskada yozilgan yashil rangli sonlar yig'indisini toping debdi. Demak, yashil rangli sonlar yig'indisini toping. Yashil rangli 145 qo'shamiz 548 qo'shamiz 74. Demak, 5 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsak 13, 13 ga 4 qo'shsak 17 ni 7si 1 dilda. 4 ga 4 qo'shsak 8, 8 ga 7 qo'shsak 15, 1 dildagi bilan 16, yana 1 dilda. Endi 1 ga 5 qo'shadigan bo'lsak 6, 1 dildagi bilan 7. Demak, 767 degan javob chiqib kelar ekan bizga. Quyidagi rasmda uchburchak shakllari ichida joylashgan sonlar yig'indisini toping debdi. Uchburchagimiz endi 68 turibdi. 123 turibdi. 99 turibdi. Ya'ni uchburchak bo'lishi uchun 3 ta burchagi bo'lsa bo'ldi edi. Joylashgan sonlar yig'indisini toping degani uchun yig'indi degani qo'shish. Qo'shib chiqamiz. 123 ga qo'shamiz 99 ni qo'shamiz 68 ni. Javobi 3 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsak 12, 12 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsak 20. 20 nolini yozaman. Ikkisi dilda. 2 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsam 11, 6 ni qo'shadigan bo'lsam 17, 2 dildagi bilan 19, 9i, ya'ni 1 dilda. Endi bu 1 bu yerga tushishdan oldin 1 dildan qo'shsam 2, demak javobim 290 ekan. Keyingisi, quyidagi rasmda sariq rangli shakllarda joylashgan sonlar yig'indisini toping debdi. Endi bu safar shaklning qizig'i yo'q ekan. Sariq. Demak, bizda 68, 96, 149 va 99 turibdi. Bularni qo'shib chiqamiz. Ustun shaklda yozib olaman. 149 ga qo'shamiz 99 ni, qo'shamiz 96 ni, qo'shamiz 68 ni. O'pch hammasini bittada qo'shib olishga harakat qilamiz. 9 ga 9 ni qo'shsam 18, 18 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsam 24, 24 ga 8 qo'shsam 32 ni ikkisi 3 dilda. 3 dilda. 4 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsam 13, 13 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsam 22, 22 ga 6 ni qo'shsam 28, 3 dildagi bilan 31,
31 biri, yana 3 dilda mana bu 1 dildan, bir tushishdan oldin 3 dildamiz qo'shilsa 4 bo'ladi. Demak, to'g'ri javob 412 ekan 5-savolniki. Xo'p, 6-si quyidagi rasmda kvadratlar ichida joylashgan sonlar yig'indisini toping. Demak, bizda kvadratni debdi. Kvadratlarimiz mana 233, 57, 120 va 78. 78. Endi bularni qo'shib chiqamiz. Kvadrat degani uchun bu chap tomonga yozaman. 233 ga qo'shamiz 78, qo'shamiz 120, qo'shamiz 57, qo'shamiz 233. Demak, 233 yozdik, 57 ni yozdik, 120 ni yozdik, 78 ni yozdik va tugadi. Bizda bitta, ikkita, uchta, to'rtta bo'ldi. Bu yerda bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5 ta bo'lib qoldi. Qayerda qoldi? 1, 2, 3, 4. 233 uzr, 2 marta yozib olamiz. 233 ni 2 marta yozib olamiz. Bularni qo'shamiz. Qo'shadigan bo'lsak, 3 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsak 11, 11 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsak 18, 8 bir dilda. 3 ga 7 10, 2 dildagi bilan 12, 5 qo'ysak 17, bir dildagi bilan 18, yana bir dilda. 2 ga 1 qo'ysa 3, bir dildagi bilan 4. Demak, 7-savolimizda aytayaptiki, quyidagi berilgan tenglik to'g'ri bo'lsa, so'roq o'rnidagi sonni toping debdi. Endi 36 dan nechini ayirsak 16 bo'ladi. Buni ham tenglama qilib ishlashni o'rgatganman. Endi bu juda ham oson bo'lgani uchun og'zaki ishlab qo'yib qolamiz. 36 dan 16 ni ayiramiz. Ayiradigan bo'lsak bizda hosil bo'ladi 20. 36 dan 20 ni ayirsak haqiqatan 16 bo'ladi. Endi 36 dan bu yoqqa qarab yuramiz. 36 dan nechini ayirsak 12 bo'ladi. Albatta 24 ni. Ya'ni 36 dan 12 ni ayirsam o'rtadagi son kelib chiqadi. 36 dan 24 ni ayiradigan bo'lsam 12. Endi 24 dan nechini ayirsam, 20 dan nechini ayirsam 4 degan javobni topaman endi. 20 dan nechini ayirsam. Buni keling bitta tenglama ko'rinishida ko'ramiz. Xo'p, 20 dan qandaydir x noma'lum sonni ayirsam chiqsin ekan. Noma'lum sonni oldi minus bo'lsa, buni o'rnalma sharti natijada 20 minus 4 barobar x. 16 barobar x. Demak, manidagi son 16 ekan. 20 dan 16 ni ayirsam 4 ekan. Endi bu yoqqa ishlayman. 24 dan 16 ni ayiradigan bo'lsam, so'roq o'rniga son kelib chiqadi. Ya'ni 8. To'g'ri javobimiz 8 ekan. Tekshirish uchun 16 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsam, haqiqatan 24. 8-savol. Quyidagi berilgan tenglik to'g'ri bo'lsa, so'roq o'rnidagi sonni toping. Yana xuddi shundan ekan. Mayli, ko'rib chiqamiz. Yuqoridan pastga ishlaymiz, chunki ikkita noma'lum bo'lsa, ikkita ma'lum bo'lib, o'rtada noma'lum bo'lsagina ishlasa bo'ladi bunday misollarni. Mana ikkalasi noma'lum bo'lgan holatda biz 12 chiqara olmaymiz. Chunki 10 ga 2 ni qo'shsa 12 yoki 6 ga 6 ni qo'shsa 12 nechiligini bilmaymiz. Shuning uchun ikkita ma'lum va bitta noma'lum bo'lishi kerak o'rtada yoki oxirida yoki boshida, farqi yo'q. Demak, 11 dan nechini ayirsam 6 bo'ladi. Bu 5 ma'lum, bilasiz. Buni qanday ishlaymiz? X qo'yib olamizda 11 dan ayriyman noma'lum sonni, natijada 6 chiqdi. Noma'lum oldi minus bo'lsa o'rni almashadi va bizda 11 minusdan 6 barobar x. 11 dan 6 ni ayirsam 5 barobar x degan natija chiqadi. Demak, mana bu yerda son 5 ekan. Xo'p, bundan ko'rinib turibdiki, endi 5 ga nechini qo'shadigan bo'lsam 12 degan savolga javob topaman. 5 ga 7 ni qo'shsam 12 chiqadi. Buni hammamiz bilamiz. Shuning uchun 7 qildik. Endi nechidan, mana yerda minus turibdi. Nechidan noma'lum sondan 7 ni ayirsam 5 chiqsin ekan. Endi bunga x qo'yib olaman. Bu degani x minusdan 7, ya'ni noma'lum sondan 7 ni ayirsam 5 chiqsin ekan. Endi noma'lum son topish uchun 7 ni plus qilib olib o'tsam x barobar 5 qo'shilgan 7 bo'ladi-da.
x barobar 12. Demak, bu yerdagi javobimiz 12 ekan. Haqiqatan 12 dan 7 ni ayrsam 5. Endi bu yog'iga oson. O'rtada plus bo'lgan hisobiga 11 ga 12 ni qo'shsam 23. Demak, biz so'roq o'rnidagi son topishimiz kerak edi. 23 ga teng ekan. Keyingisida 9-savolimizda esa 120 121 nuqta nuqta qilib bo'lgani shu 121 dan 125 gacha sonlarni orasidagi sonlarni yozib chiqmaganda mana shu ichida bor degani. Keyingisi 126 tushirib qoldirilgan sonlar yig'intisini toping. Demak, 121 dan 125 gacha tushirib qoldirilgan sonlar bizda bo'ladi 122, 123, 124. Undan keyin 125 bo'ladi. Shularning o'rtasida, ya'ni 121 va 125 o'rtasida shu sonlar bor. Ularning yig'indisini toping debdi. Shuning uchun qo'shdim. 2 ga 3 qo'ysam 5, 5 ga 4 qo'ysam 9. 3 da 2 ni bir-biriga qo'ysak 6, 3 da bir-biriga qo'ysak 3. Demak, to'g'ri javobi 369 ekan. Keyingisi crossword ekan. Quyidagi hisoblashlar to'g'ri bajarilganda so'roq belgisi o'rnida qaysi son bo'ladi debdi. Demak, bunaqa crossworddan o'tgan safar o'tgandik, orqadan ishlab kelinardi. Ya'ni 12 dan 8 ayiradigan bo'lsak 4. Endi mana bu yerda x qo'yib olsak, noma'lum sondan 7 ni ayirsam bizda 4 chiqsin deyapti. 4. Ya'ni mana pastga qarab yuryapmiz. 7 bu tomonga plus bo'lib o'tsa, x barobar 4 qo'shilgan 7, x barobar 11. Demak, bu yerda to'g'ri javob 11 ekan. 11 dan 7 ni ayirsa haqiqatan 4. Endi bu yerga x qo'yamiz. Natijada bizda hosil bo'ladi 6 ga qo'shilsin noma'lum son va natijada 11 hosil bo'lsin. 6 bu tomonga minus bo'lib o'tsa, x barobar 11 minusdan 6 bo'ladi. X barobar 5. Demak, 6 ga 5 qo'ysam haqiqatan bu yerdagi 11 kelib chiqadi. Keyingisi 5 ga qandaydir noma'lum sonni qo'ysam 8 chiqsin. Endi bu juda ham oson. 3. Demak, bu yerdagi so'roq o'rnidagi son 3 ga teng ekan. 11-savol ham xuddi shunday. Quyidagi hisoblash to'g'ri bajarilganda so'roq belgisi o'rnidagi qaysi son bo'ladi debdi. Endi orqadan chiqaramiz deb turib yana o'rgatdim. Ya'ni bu yerga noma'lum son qo'yib oladigan bo'lsam, noma'lum sondan 9 ayiradigan bo'lsam 3 chiqsin ekan. 9 bu yoqqa qo'shib bo'lib o'tsa, x barobar 3 qo'shilgan 9 bo'ladi. X barobar 12 degan javob chiqadi. 12 dan 9 ayirsam haqiqatan 3. Keyingi savolimiz. Xo'p. Endi 18 dan, mana endi x qo'yib olsam, keyingisida 18 dan noma'lum sonni ayiradigan bo'lsam 12 chiqsin ekan. Endi noma'lum son oldi minus bo'lsa, bular o'rnalashar deb o'rgatganman. 18 minus 12 barobar x. Ayiradigan bo'lsam 6 barobar x. Haqiqatan mana bu yerga 6 ni qo'yib oladigan bo'lsam, 18 dan 6 ni ayirsam 12 chiqadi. Endi 13 dan 6 ni ayirib bu yerga yozaman. To'g'rimi? To'g'ri turib tayyor. Albatta bizda necha degan javob bo'ladi? 7. Malades. 13 dan 6 ni ayirsam 7. Endi bu yerda so'roq belgisi turibdi. Endi shundan tenglama qilib ishlaydigan bo'lsak, so'roq qo'shilgan 7 barobar pastda 9 bo'lsin ekan. Demak, 7 bu tomonga minus bo'lib o'tsa, so'roq teng 9 minusdan 7 bo'ladi. So'roq teng bo'ladi. Necha bo'ladi? 2 bo'ladi. Malades. Demak, so'roq o'rnidagi son 2 ga teng ekan. 12-savol. Quyidagi ayirish amaliga ko'ra A va B sonlar yig'indisini toping. Demak, biz A qo'shilgan B ni topishimiz kerak. Undan oldin biz A, B ni nechaga teng ekanligini topib olishimiz kerak ekan. Ya'ni mana bu ayirmani ko'rinib turibdiki, bajarsak bizda A chiqar ekan. Keyin u A ni mana bu yerga olib kelib qo'yib, bundan ayirsak B chiqar ekan. So'ngra A qo'shilgan B ni topar ekanmiz. 6 dan 9 ayirib 6 dan 9 ayirib bo'lmaydi. Shuning uchun bir qarz olaman. 16 dan 9 ayirsam 7. 7 ni o'rnida bu yerda 6 qolgan. 9 dan bir qarz olsam 16. 16 dan 7 ni ayirsam 9.
Endi 9 o'rnida 8 qolgan. 8 dan 4 ayirсам 4. 8 dan 3 ayirсам 5. Demak 5497 ekan A. A'imiz shunga teng ekan. Demak bu yerga qo'yaman. 5497. 7 dan endi 1 ayirayman 6. 9 dan 6 ni ayirayman 3. 4 dan 7 ni ayirayman. Ayrib bo'lmaydi. Bir qarz olaman. 14 dan 7 ni ayirsam 7. Bu 5 o'rnida 4 qolgan. 4 dan 4 ayirsam 0. Endi uni yozilmaydi. B demak 736 ekan. Bizda A qo'shilgan B ni top degani hisobiga buni qo'shib yuboramiz. 5497 ga qo'shamiz 736 ni. Qo'shadigan bo'lsak 6 ga 7 ni qo'shsam 13 3 bir dilda. 9 ga 3 qo'shsam 12 bir dildagi bilan 13 yana bir dilda. 4 ga 7 11 bir dildagi bilan 12 yana bir dilda. 5 tushishdan oldin bir dildan qo'ysak 623 degan javob chiqib kelar ekan. Biz to'g'ri javobimiz 13. Quyidagi yig'indiga ko'ra A plus B plus C plus D nechaga teng debdi. Bundan oldingi misollarimizda ko'rib chiqqandik. 6 ga nechindir qo'shib 5 chiqarib bo'lmaydi. Faqatgina ayirib chiqarsa bo'ladi 1. Undan keyin bundan bitta, ya'ni 6 dan keyingi 5 chiqarish imkoniyati 15. Ya'ni kattalashtirib yubormaymiz. Qanchalik kattalashtirib yuborsa shuncha misolimiz chalkashlik uchrab ketadi. Shu sababdan 6 dan katta 5 oxiri 5 bilan tugaydigan son bu 15. Bundan ko'rinib turibdiki 6 ga nechini qo'shsam 15 bo'ladi deganda gap. Albatta 9. Bundan ko'rinib turibdiki 6 ga 9 qo'shsam 15 va mana bu yerda bir dilda. Bir dildani endi mana bu yerdagi ma'lum songa, ya'ni mana 5 ga qo'shib olaman. Natijada bunda 6 bo'lib qoladi. Endi 9 ga nechini qo'shsam, 6 ga D ni qo'shsam 7 ekan. D ni o'rnidagi son faqatgina 1 bo'la oladi, to'g'rimi? 6 ga 1 ni qo'shsam 7. Demak D'imiz 1 ga teng. Keyingisi 2 ga B ni qo'shsam 8 chiqar ekan. Bu degani B'imiz 6 ga teng. Chunki 2 ga 6 ni qo'shsamgina 8 bo'ladi. 3 ga 7 ni qo'shsam 10. Faqatgina 10 ni o'shanda yozmaymiz-ku. 10 ni 0 ni yozamiz. Shuning uchun 0 ni yozamizda, bir dilda bunga qo'shilib ketsin. 4 bo'lib qoladi bu natijada. 5 ga 4 qo'ysam haqiqatan ham 9. Demak, men amalni to'g'ri bajardim. Endi bizda hammasini yig'indisini topdik. A'imiz 0 ga teng bo'ldi. B'imiz 6 ga teng bo'ldi. C'imiz 9 ga teng bo'ldi. D'imiz 1 ga teng bo'ldi. Hammasini qo'ysam 16 degan javob chiqib kelar ekan. Keyingisi 14-chi. Quyidagi ayirish amaliga ko'ra noma'lum A, B, C va D sonlari tashkil topgan A, B, C, D 4 xonali sonni toping. Ya'ni mana bu sonimiz bitta ekan. 4 xonali songa aylantirishimiz kerak ekan. 6 ga 7 ni qo'shgan 9. 7 ga B ni qo'shgan 8 ko'rinishida ketibdi. Uzr, qo'shmagan ekan. Mana bitta minus ekan. Demak, 6 dan 7 ni ayirib bo'lmaydi. Bu bir qarz olganda 16 dan 7 ni ayirgan, natijada 9 bo'lgan. Endi bu bir qarz bergani hisobiga to'g'richalarim bu 7 ning o'rnida 6 qolgan. 6 dan nechini ayirsak 8 bo'ladi deyapti. Endi 6 dan ayira olmaymiz. 6 dan ayirib 8 chiqarib bo'lmaydi. Faqatgina 6 ga qo'shib 8 chiqarib bo'ladi. Yagona choramiz shundan iboratki, bundan bir qarz olib sonni kattalashtirib olishimiz kerak. Kattalashtirganimizda bu 16 bo'lib qoladi. 16 dan endi nechini ayirsak 8 bo'ladi? Faqatgina 8 ni. Shuning uchun B ni 8 oldik. Haqiqatan 16 dan 8 ayirsak 8. Keyingisi 8 dan, mana 8 dan bunga qarz beramiz. Chunki buni o'rnida 3 qolganda 6 ga qarz berganda 3 dan 4 ayirib bo'lmadi. Shuning uchun bir qarz bersak 13 dan 4 dan ayirsak 9 chiqadi. Demak D'imiz 9 ga teng ekan. Endi 8 ni o'rnida 7 qolgan. 3 ga qarz bergani hisobiga endi 6 dan endi qarz olishimizdan shart emas ekan o'zi. 7 qolgan.
7dan nechini ayirsak 4 bo'ladi. Demak, 3 ni. 7dan 3 ni ayirsak 4 bo'ladi. Ayimiz 3 ligi ma'lum bo'ldi. Endi bundan qarz olmaganmiz. 6 dan 4 ayirsak 2. 6 dan 4 ayirsak 2. Demak, bizda A, B, C, D degan, shuni yonma-yon yozib olamiz. Ayimiz teng bo'ldi bizda 3 ga teng bo'ldi. B'imiz teng bo'ldi bizda nechiga teng bo'ldi? B'imiz 8 ga teng bo'ldi. C'imiz teng bo'ldi 2 ga. D'imiz teng bo'ldi 9 ga. Endi joy-joyiga qo'yamiz. A ni o'rniga 3, B ni o'rniga 8, C ni o'rniga 2, D ni o'rniga 9. Demak, 3829 soni yashiringan ekan. 15-sida quyidagi ayirish amaliga ko'ra noma'lum raqamlar yig'indisini toping debdi. Ya'ni mana bu 3 ta shaklli yig'indisini topishimiz kerak ekan. 4 ga nechini qo'ysak 5 bo'ladi, faqatgina 1 ni. 7 ga uzr, ayirish ekan, yana o'sha ko'rmay qolibmiz. 4 dan nechini ayirsak 5 bo'ladi debdi. 4 dan nimanidir ayirib 5 qilib bo'lmaydi, faqatgina 1 ni qo'shib 5 qilsak bo'ladi. Yagona chora bundan qarz olamiz. Bunga bitta qarz olamiz, 14 bo'ladi. 14 dan nechini ayirsak 5 bo'ladi desak, endi haqiqatga yaqinroq bo'ladi. 14 dan nechindir ayirib 5 chiqarish uchun biz yagona 9 ni ola olamiz xolos. 14 dan 9 ayirsak 5 chiqadi. Endi bundan bir qarz olganmiz-ku. Endi o'sha qarz olgan holatimizda mana 7 dan olsak ham uzr. 7 dan olsak ham bo'ladi degan holatlarda ko'pchilik xatolik qilib qo'yadi. 7 dan olib bo'lmaydi. Undan oldingilarda qo'shganimizda bir dildani mana bunga qo'shsak bo'lardi. Chunki yig'inida mana e'tibor bergan bo'lsangiz 2 qo'shilgan 3 bo'ladigan bo'lsa 6. Endi mana 3 chi biri dildasini bunga berib qo'ysam bu bo'lib qoladi. 3 qo'shilgan 2 bo'lib qoladi. Bunda ham 6. Ya'ni yig'indida bir dilda yuqoriga qo'shamizmi, pastga qo'shamizmi ahamiyatga ega emas. Lekin ayirishda ahamiyatga ega. Misol uchun, mana shu 7 ni oladigan bo'lsam, 8 dan 7 ni ayiradigan bo'lsam 1, lekin bir dildani bunga berib yuboradigan bo'lsam, 7 dan ayirman 8 bo'lib qoladi-da, unda bo'lmaydi. Ayirib bo'lmaydi. Shu sababdan qarz olayotganda faqatgina yulduzchadan ola olamiz xolos. Endi biz tanlagan sondan, manidagi tanlagan noma'lum sonimizdan, buni noma'lum qilib ishlaylik. Biz tanlagan noma'lum sonimizdan birni qarzga berib yubordik. Mana tenglama ko'rinishida ishlaymiz. Va yana 7 ni ayirayapmiz. Va yana qaytaraman. Biz tanlagan noma'lum sonimizdan birni ayirdik, so'ngra yana 7 ni ayirayapmiz. Hosil bo'lyapti 5. Mana hosil bo'lyapti 5. Tenglama ko'rinishi shunday bo'ladi. Buni ishlaymiz. 7 miz plus bo'lib o'tadi. X minusdan 1 barobar 5 qo'shilgan 7. X minusdan 1 barobar qo'shsam 12. Demak, bir ham bu yoqqa plus bo'lib o'tsa x barobar 13 degan javob chiqib kelar ekan, a? 12 ga 1 qo'ysam 13. Endi bu yerdagi son 3 burchakdagi 13 ga teng ekan haqiqatdan. 13 dan 1 qarz olsam bu yerda mana 13 dan 4 ga 1 qarz olganman, bu 14 bo'lib qolgan. 14 dan 9 ayirsam 5, bu 10 da 12 qolgan. 12 dan 7 ni ayirsam 5 chiqadi. Demak, to'g'ri ishladik. 7 dan nechini ayirsak 0 chiqadi. Faqatgina 7 ni. 7 dan 7 ni ayirsak 0. Demak, doiramiz 7 ga teng ekan. 9 dan 9 ayirsak 0, 7 ni o'zi tushgan. Bo'ldi, ma'lum. Bizda nima so'raganda? Raqamlar yig'indisini toping degan. Demak, 13 ga qo'shamiz 9 da qo'shamiz 7 ni. Demak, 3 ga 7 ni qo'shib olsak 10, 9 ni qo'ysak 19. 9 ni yozamiz bir dilda. Mana bu yerdagi bir tushishdan oldin bir dilda qo'shilsa 2. Demak, to'g'ri javobi 29 ga teng ekan. Keyingisi 17. Quyidagi berilgan ayirish amallariga ko'ra so'roq o'rnidagi sonni toping. Demak, xo'p, bizda 754 dan 125 ni ayirsak a chiqar ekan. So'ngra bunga 1000 ga qo'ysak uzr. Bu yerdagi a ga so'roq qo'ysak 1000 chiqish kerak ekan. Buni tenglama ko'rinishida ham ishlasa bo'ladi. Bu qismini shu ko'rinishda ishlaymiz. Oldin tayyor ayirib olaylik.
Ayirib turman, pastiga yozaman. Mana chiziqcha chizdim. Bir qarz oldim, 14 dan 5 ketsa 9, 5 o'nda 4 qolgan, 4 dan 2 ketsa 2, 7 dan 1 ketsa 6. Demak, A ni o'rnidagi son 629. Endi tenglama qilamiz. So'roqqa qo'shsam 629 ni deyman, 1000 chiqsin ekan. Demak, 629 bu yoqqa minus bo'lib o'tsa, so'roq barobar 1000 ustun shaklda qilib yubordim, minus 629. Demak, qarz oldim, birdan qarz olib keldim. 10 dan 9 ayrsam 1, 9 qolgan. 9 dan 2 ni ayrsam 7, 9 qolgan. 9 dan 6 ni ayrsam 3. Demak, so'roq o'rnidagi son 371 ekan. 371. 18. Sayyoh manzilga yetib olish uchun birinchi kuni, demak, mana birinchi kuni debdi 75 kilometr. Ikkinchi kuni 45 kilometr. Uchinchi kuni mana uchinchi kuni esa 40 kilometr yo'l yurdi. Sayyoh 3 kunda hammasi bo'lib necha kilometr yo'l yurdi degani bu bir-biriga hammasini qo'sh degan. 5 ga 5 10, 10 ga 0 10. 10 ni 0 ni yozamiz. Bir dilda. 7 ga 4 qo'ysam 11, 11 ga 4 15, bir dildagi va 16. Demak, 160 kilometr yo'l yurgan ekan. 19-savolda aytyaptiki, Sarvar kecha kitobning 120 betini o'qidi. Demak, kech o'qibdi. Bugun esa kechagidan 30 bet ko'p o'qidi. Demak, 30 bet ko'p o'qigan bo'lsa, bugun 125 ga qo'shamiz 30 betni. 155 bet bugun kitob o'qibdi. Sarvar 2 kun davomida qancha bet o'qigan? Ya'ni birinchi kun qo'shamiz ikkinchi kun. Demak, birinchi kuni bizda 125 bet o'qigan edi. Ustun shaklda yozaman. Ikkinchi kuni 155 bet. Qo'shaman. 5 ga 5 0, 10, ya'ni 10 0 ni yozdim bir dilda. 2 ga 5 qo'ysam 7, bir dildagi bilan 8, 1 ga 1 qo'ysam 2. Demak, 2 kun davomida. Fermerda bitta sigir uchun 1 oy davomida 45 kilogramm ozuqa. Ya'ni bitta sigir uchun 1 oyda 45 kilo ekan. Ot uchun esa sigirdan 25 kilogramm ko'p ozuqa. Demak, 25 kilogramm ko'p degani uchun 45 ga qo'shaman 25 ni. Natijada 5 ga 5 qo'ysam 10 ni 0 bir dilda, 4 ga 2 ni qo'ysam 6, bir dildagi bilan 7. Demak, ot uchun 70 kilogramm ozuqa kerak ekan. Fermada 1 oy davomida bitta ot va bitta sigirga necha kilogramm ozuqa kerak debdi. Ya'ni umumiysi. Demak, otni topib oldik 70 kilogramm, sigirni o'zi bergan ekan 45 kilogramm. Buni qo'shadigan bo'lsak, bizda 0 ga 5 qo'shadigan bo'lsak 5, 7 ga 4 qo'ysak 11. Demak, 115 kilogramm ikkisi uchun ozuqa ketar ekan bir oyda. Keyingisi, bitta qo'yning o'rtacha og'irligi 32 kilogramm bo'lib, hop, ozgina pastroqqa tushiramiz. Hop, mana 32 kilogramm. Bitta qo'yning o'rtacha og'irligi 32 kilogramm bo'lib, sigir undan 36 kilogramm og'ir. Demak, sigirni topish uchun qo'shishimiz kerak ekan. 32 ga qo'shamiz 36 ni. Bu bizga 68 kilogramm beradi. Juda yengil-ku. Sigir undan 36 kilogramm og'ir. Shuning uchun 68 chiqardik. Agar bu buqa sigirdan 24 kilogramm og'ir bo'lsa, demak, sigirimiz 68 ida, qo'shamiz 24 kilogramm og'ir degani uchun 8 ga 4 qo'ysam 12 ni ikkisi bir dilda, 6 ga 2 8, bir dildagi bilan 9. Demak, 92 kilogramm buqa ekan. Xo'p, bo'lsa buqaning og'irligini topayman. 92 deb topib qo'ydik. 22-savolimizda Anvar hozir 14 yoshda ekan. Demak, Anvar 14 yoshda ekan.
Otasi Anvardan 25 yosh katta ekan. Demak, 25 yosh katta degani uchun 14 ga qo'shamiz 25 ni. Natijada hosil bo'ladi bizda 4 ga 5 qo'shsam 9, 1 ga 2 ni qo'shsam 3. Demak, 39 yoshda ekan. Agar bobosi otasidan 23 yosh katta bo'lsa deyapti. Demak, 39 ga 23 qo'shamiz, shunda bobosiga kelib chiqadi. 9 ga 3 qo'shsam 12 ni ikkisi bir dilda, 2 ga 3 qo'shsam 5 bir dildagi bilan 7. Demak, bobosi 72 yosh ekan. Bobosini yoshini toping debdi. Bobosini topdik. 23-savolimizda rasmda ikkita lolaning vaziyati ko'rsatilgan. Ularni balandliklar orasidagi farqni toping debdi. Demak, bizda 20 gacha berilibdi. Demak, orani sanaymiz. 1, 2, 3, 4, 5. Demak, 20 ni 5 ga bo'lsak 4. Demak, har bitta ora 4 santimetr deymizmi, metr deymizmi, nima deb bergan bo'lsa 4 kattalikka ega ekan. Shundagina 20 bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5. Shundagina 20 bo'ladi. Buni ham 4 dan deb oladigan bo'lsak, orasidagi farq 8 ga teng ekan. 4 ga 4 qo'shsak 8. Ularni qo'shish qilamizda 8 qilib chiqarib qo'yamiz. Xo'p. Keyingisi 23, 24. Otaning yoshi 42 da, o'g'il esa 19 yoshda. Ota o'g'ildan necha yosh katta? Necha yosh katta degani uchun ayriymiz. Bir qarz olamiz. 12 dan 9 ketsa 3. O'rnida 3 qolgan. 3 dan 1 ayirsak 2. Demak, 23 yosh farqi bor o'rtasida. Daftarning narxi 2500 so'm. Ruchkaning narxi esa 1800 so'm. Ruchka daftardan necha so'm arzon deyapti. Bunda ayri degani. Demak, 2500 minus 1800. 0 dan 0 ketsa 0, 0 dan 0 ketsa 0. 5 dan ayirib bo'lmaydi. Qarz oldim, 15 dan 8 ketadigan bo'lsa 7. O'rnida 1 qolgan, 1 dan 1 ketsa 0. Demak, 700 so'mni tashkil qilar ekan. Fermer birinchi yili 2500 tonna kartoshka yetishtirdi. Birinchi yili 2500 tonna. Ikkinchi yil esa birinchi yildagidan 750 tonna kam kartoshka yetishtirdi. Demak, kam degani uchun buni biz hisoblayotganda ayriymiz. 2500 minus 750. 0. Bir qarz oldim, 10 dan 5 ketsa 5. O'rnida 4 qolgan. Bundan qarz oldim, 14 dan 7 ketsa 7. 14 dan 7 ketsa 7. 2 ning o'rnida 1 qolgan. Demak, 1750. 1750 kilogramm o'sha 1750 tonna kartoshka yetishtirdi. Ya'ni 750 tonna kam degani uchun ayirdi. 2 yil davomida fermer qancha kartoshka yetishtirdi desa, endi qo'shamiz bunda. Ya'ni 2500 birinchi yili, 1750 ikkinchi yili. Qo'shadigan bo'lsam 0 ga 0 0, 0 ga 5 qo'shsam 5, 5 ga 7 ni qo'shadigan bo'lsam 12 ni ikkisi bir dilda, 2 ga 1 qo'shsam 3 bir dildagi bilan 4. Demak, 4250 tonna kartoshka 2 yil davomida yetishtirgan bo'ladi. 27-si. Abduqodir bir kunda 43 ta detal yasaydi. Ya'ni bir kunda 43 ta. Sobir Abduqodirdan 12 ta kam. 12 ta kam degani uchun 43 dan 12 ni ayiramiz. 43 minus 12 bo'ladi. Shunda bizda 31 ya'ni 31 ta detal yasar ekan Sobir. Nodir esa 8 ta ko'p detal yasaydi. Demak, Nodirnikini topish uchun 43 ga qo'shamiz 8 ni. Bizda 51 degan javob hosil bo'ladi. 51 ta Nodir detal tayyorlar ekan. Endi Abduqodir Sobir Nodir birgalikda bir kunda qancha tayyorladi desa, endi hammasini qo'shamiz. Abduqodir 43 ta edi, Sobir 31 ta deb topdik.
Nodirnikini 51 deb topdik. Qo'shadigan bo'lsam 3 ga 1 qo'ysam 4, 4 ga 1 qo'ysam 5. 4 ga 3 qo'ysam 7, 7 ga 5 qo'ysam 12. Demak, uchalasi bir kunda 125 ta detal tayyorlar ekan. 28. Mashina manzilgacha bo'lgan yo'lni 3 soatda bosib o'tdi. Demak, manzilgacha 3 soatda bosib o'tdi. Mashina birinchi soatda 45 kilometr, ikkinchi soatda esa undan 20 kilometr ko'p. Demak, ikkinchi soatda u 20 kilometr ko'p degani uchun qo'shadigan bo'lsam 95 kilometr chiqadi. Ikkinchi soatda 95 kilometr masofa bosib o'tdi. Agar jami manzilgacha 200 kilometr bo'lsa, 3-chi soatda necha kilometr yo'l bosib o'tish kerak debdi. Demak, biz qo'shishimiz kerak bo'ladi. Birinchi kunni qo'shamiz, ikkinchi kunni qo'shamiz, uchinchi kunni. Shunda bizda 200 kilometr masofa chiqar ekan. Demak, birinchi kuni bizda 75 kilometr yurgan, ikkinchi kuni 95 kilometr yurgan. Uzr. Mana yerda 20 kilometr kam debdi. Demak, kam degani uchun ayirishimiz kerak edi. 75 dan 20 ni ayiradigan bo'lsak, 55 qoladi. Mana 55 bo'lish kerak edi. 55. Mana 55. Kam debdi. 20 kilometr kam. Ikkinchi soatda esa undan 20 kilometr kam. Biz qo'shib qo'yamiz. Uchinchi kunni topishimiz kerak. Shuning uchun buni x qildim. Bu 200 kilometrga jam. Qo'shadigan bo'lsak 75 ga 5 qo'ysak, 55 qo'ysak, 5 ga 5 0 bir dilda, 7 ga 5 12 bir dildagi bilan 13. Demak, 130 qo'shilgan x barobar 200. 130 o'ng tomonga minus bo'lib o'tsa, x barobar 200 minusdan 130, x barobar 70. Demak, 3-kuni 70 kilometr yo'l yurish kerak ekan manzilga yetib borish uchun. Har bir qog'oz bo'lagiga 4 xonali son yozilgan. Ikkita raqam qog'oz ostida qolib ketganligi tufayli ko'rinmayapti. Agar bu 3 ta sonning yig'indisi 6694 bo'lsa, ko'rinmayotgan raqamlar yig'indisini toping debdi. Demak, bizda mana bu yerdagi bilan mana bu yerdagi son ko'rinmay qolibdi. Keling, shuni ustma-ust yozib olamiz. 3420 qanaqadir x qilamiz shuni. 20 x emas, keling katta harfda a qilaylik. Yuqorida ishlaganlarimiz singari. Keyingisida 1000 qanchadir b 46. Mana 13 masa b 13 ga o'xshab qolibdi. Keyingisi 2 0 2 4. Hammasini yig'indisi deyapti bizda 6694 chiqsin ekan. Endi qo'shamiz. 6 ga 4 qo'ysak 10, 10 ga nechini qo'ysak, mana a ni o'rnida son chiqadi, 4 chiqadi. 10 ga nechinidir qo'shib 4 chiqarib bo'lmaydi. Faqatgina 10 dan kattaroq son 14 chiqarish mumkin. Shu orqali bir yoddamiz chap tomonga o'tib ketadi. Bundan ko'rinib turibdiki, a ni o'rniga faqatgina 4 qo'ya olar ekanman. Buni boshqa rangda qilay. a ni o'rniga 4 qo'ysamgina bu 14 bo'lib chap tomonga o'tib ketadi. 14 bo'ladi-da, shunda mana 2 miz 3 ga aylanib qoladi. Shuni 3 qilib turib bo'yab oldim. 3 ga 4 qo'ysam 7, 7 ga 2 ni qo'ysam 9. Haqiqatan to'g'ri ketyapman. 4 ga mana bu yerdagi 0 ni qo'ysam 4, lekin 4 ga nechini qo'ysam 6 bo'ladi deyapti. 0 ni qo'ysam 6 bo'lmaydi. B ni o'rniga yagona qo'ya oladigan sonim 2. 4 ga 2 ni qo'ysam 6, demak b 2, a 4 ga teng ekan. 3 ga 1 qo'ysam 4, 4 ga 2 qo'ysam 6. Bo'ldi. Demak, bizda javobimiz hosil bo'ladi. A imiz teng 4, B imiz teng 2. Nima degan? Ko'rinmayotgan sonlar yig'indisini toping debdi. Demak, A ga B ni qo'shishim kerak ekan. Bizda 4 qo'shilgan 2 bo'ladi-da, 6 degan javob chiqib keladi. Endi 30-si. Quyidagi qo'shish amalida yulduzcha va kvadratlar qandaydir raqamlarni ifodalaydi. Kvadrat qanday raqam ekanligini
toping debdi. Yulduzcha bilan to'rtburchakni bir-biriga qo'ysak, 4 chiqishi kerak ekan. To'rtburchak bilan yulduzchani bir-biriga qo'ysak, 5 chiqishi kerak ekan. Xo'p, bu degani biz 1 ga 3 qo'shsak 4, lekin 3 ga 1 ni qo'shadigan bo'lsak 5 chiqmaydi. Demak, bir dilda hosil qilishimiz kerak. Bundan ko'rinib turibdiki, mana yulduzcha bilan to'rtburchakni qo'shsak bizda hosil bo'lishi kerak ekan 14. 14 hosil bo'lish uchun bizda ixtiyoriy son olishimiz mumkin. Misol uchun 10 bilan 4. 10 bilan 4 ni oladigan bo'lsak, agarda 14 bo'ladi, bir dildani bunga beradi. Bunga bergan natijasida bunda 10 bilan 4 ku 10 ga 4 qo'shsak 14, bir dildagi bilan 15. 5 to'g'ri, bir dilda. Endi mana uni 4 deb olganmiz-ku, to'g'rimi? Bir dildani qo'shib olsak 5 chiqib qoladi. Mana natijada bizda 6 chiqmay qoladi. Bu degani bizda 14 ni sal boshqacha yasashimiz kerak. Keling, to'rtburchakni 9 olamizda, buni 5 olamiz. 5 ga 9 qo'ysak 14 to'ri bir dilda. Endi buni 9 oldik, buni 5 oldik. 5 ga 9 9 ga 5 qo'ysam 14, bir dildagi bilan 15. Demak, bir dilda to'g'ri ketyapman. Bu yerda yulduzchaga 5 oldik. Bir dilda bunga o'tgan, natijada 6 hosil bo'lgan. Bundan ko'rinib turibdiki, yulduzchamiz 5, to'rtburchagimiz 9. Kvadrat qanday raqam ekanligini toping debdi. Bizda kvadrat qanday raqam ekanligini toping degani uchun mana kvadratimiz 9 ga teng ekan. Keyingisi 31. Quyidagi yig'indiga ko'ra uchburchak va to'rtburchak yig'indisini toping debdi. Bu ham juda oson. Bu holatda mana ekan to'rtburchaklar va uchburchaklar yig'indisi bizda mana bu yerda 56 ga teng bo'lishi kerak ekan. Endi bizda eng kichkina sondan ketadigan bo'lsak 1 1 1 1 olsak 4 chiqib qoladi. 2 2 2 2 oladigan bo'lsak 8 chiqib qoladi. Yagona choramiz biz ikki xonalik va oxirgi raqam 6 bilan tugaydigan son yasashimiz kerak va u sonimiz oldidagiga ham ta'sir qilishi kerak. Sababi bunga 1 1 1 1dan bersak 4 bo'ladi. Endi bundan bir dilda o'tish natijasida bu 5 hosil bo'ladi. Shu sababdan bu yerda bir dildani hosil qilishimiz kerak. Demak, 10 dan 20 gacha o'rtada 4 ta bir xil raqamlar yig'indisi 16 ni hosil qilish kerak ekan. Shuning uchun bizda mana bu yerni 4 deb olamiz. 4 kare 4'imiz 16 ku. 4 ta 4 qo'ysak ham 16. Shu sababdan 4 deb oldik. 16 ni 6sini yozilgan bu yerga bir dilda bu yerga o'tgan bir dilda. Endi buni 1 deb olamiz. Chunki bu yerda 4 ta 1'imiz bizga 4 ni bersa, mana bu yerda 16 ni oldidagi 1'imiz bir dilda bo'lib turib 5 bo'lib o'tgan. Ana shu 5 mana bu yerdagi 5 hisoblanadi. Endi bu yerda ozgina xatolik ketgan bo'lishi ham mumkin. Mana bu yerda yana bitta shakl, qandaydir shakl bo'lib turib 3 hosil bo'lgan bo'lishi kerak edi. Sababi ikki xonali songa ikki xonali sonni qo'shib biz 300 ni ichidan chiqara olmaymiz. 356. Oddiy misol, eng katta sonimiz 999 99 ga 99 ni qo'shadigan bo'lsak 18 8 bir dilda, ya'ni 18 19. Maksimal biz ikki xonaga ikki xonani qo'shib turib 198 yasa olamiz. Chunki ikki xonali eng katta bir xil sonni bir-biriga qo'shsam ham hatto 198 chiqyapti. 356 emas. Shuning uchun mana shu yerda 3-chi shakl tushib qolgan bo'lishi mumkin. Keyingisi 32. Elmurod rasmda ko'rsatilgandek tasmani kesdi. Natijada tasma nechta qismga ajratildi debdi. Ya'ni bunda chigal tarzda chizib tashlanibdi, bundoq qilib va uni o'rtasidan bo'libdi. Natijada tasma nechta qismga ajradi deyapti. Ya'ni bundoq turgan bo'lsa, misol uchun bitta kessa, mana bitta qism, ikkita qism, uchta qism. Chunki mana uni bundoq bir-birini uchidan tortadigan bo'lsa, bu bundoq tekis chiziqdagi tasmaga aylanib qoladi. Shuning uchun buni bitta qism deb turib qaraymiz. Buni bitta-bitta hisoblab chiqarganmiz mana. Bitta qism, mana bu ustiga chizib ketaman qizilda. Bu ikkinchi qism.
Bu 3-chi qism. Bunimiz 4-inchisi. Bu 5. Davom etadi. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ta bo'lakchalarga bo'linib ketibdi. 33-inchisi rasmda ko'rsatilgan 4 ta qism bir-biriga mos ulanganda hisoblash amal yozilgan to'g'ri to'rtburchak hosil bo'ladi. Misolni javobini toping debdi. Demak, hop bizda mana bu oxirgidagi yopiq nuqtasini topib olamiz. Sababi bu oxirgi qismlari hisoblanadi. Demak, chap tomonning oxirgi qismi 7, o'ng tomonning oxirgi qismi 9 bilan tugar ekan. Bundan ko'rinib turibdiki, 1 bilan mana plus bundoq yopishar ekan bir-biriga. 9 mana bu yerga olishimiz kerak ekan. Shundagina 9 hosil bo'ladi mana. 9. 7 esa bu tomonga kelar ekan. Chunki 7 ni bundoq mana bu yerda chuqurchagi bor. 7. Bundan ko'rinib turibdiki, bizda 7 1, ya'ni 71 bo'lib qolar ekan, qo'shilgan 9 ni mana bu yerga olganmiz-ku. Bizda 9 bo'lib qolar ekan. Bizda 80 degan javob kelib chiqar ekan shunda. Keyingisida rasmda ko'rsatilgan 5 ta qism bir-biriga mos ulanganda hisoblash amaliga yozilgan to'g'ri to'rtburchak hosil bo'ladi. Misolni javobini toping debdi. Xo'p, yana o'sha ish. Chap va o'ng tomondagi oxirgi nuqtalarni topib olamiz. 6 bilan 3 ekan. Bundan ko'rinib turibdiki, mana bu yer yana qo'shish bo'lib turib bir-biriga kirar ekan. Mana bu esa bu yerga kirar ekan. Natijada bu 56 bo'lib qolyapti. Mana bu yerda qo'shish. Mana bunimiz yonma-yon bo'lar ekanda 34 bo'lib qolar ekan va bu 34imiz mana bu yer chuqurchagi bo'lgani hisobiga bu yerga kelib qolar ekan. Ya'ni mana bu ko'rinishida. Mana bu yerda 4, bu yerda 3. Bu 34 ni berar ekan. Misolning javobi shunda 34 ga 56 ni qo'shsak 80, 90 bo'lar ekan, a? 90 degan javob kelib chiqar ekan. 35. Jamoliddin va Abror keng bol to'p bilan o'ynaydigan o'yin o'ynadi. Ya'ni keng bol qanaqa o'yinligini bilmaymiz, lekin qandaydir o'yin. O'yindagi har bir gol 2 ballga teng. Ya'ni har bitta golimiz 2 ballga teng ekan. Jamoliddin 5 ta, Abror esa 9 ta gol urdi. Abror Jamoliddindan necha ball ko'p yig'di? ikkitadan har bitta gol ikkitadan degani uchun 2 ga ko'paytiramiz. 5 ga 10 ball to'plabdi Jamoliddin. Buni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsa, Abror 18 ball to'plabdi. Demak, necha ball ko'p degani uchun 18 minusdan 10 bo'ladi-da. Abror bizda 8 ball lishni to'plabdi, ya'ni ko'p to'plabdi Jamoliddindan. 36. Ikkita gulni har bir yaprog'i son yozilgan, bir yaproq berkitilgan. Gullardagi sonlar yig'indisi o'zaro teng. Berkitilgan yaproqda qanday son yozilgan? Bu juda ham oson. Birinchi ma'lumini qo'shib chiqamiz. Ya'ni 1 ga 2 ni qo'shamiz 3, 3 ga yana 1 qo'shamiz 4, 4 ga 7 ni qo'shamiz 11, 11 ga 6 ni qo'shsak 17, 17 ga 1 18, 18 ga 6 24, 24 ga 8 32, 32 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsak, 32 esdan chiqib qolmasam, 32 ga 9 ni qo'shamiz, bizda 41 beradi va mana bu yerdagi 1 ni qo'shadigan bo'lsak 42 hosil bo'lar ekan, a? 42. Endi raqamlar yig'indisi teng debdi. Mana katta gul bilan rasmdagi kichkina gulli raqamlar yig'indisi teng ekan. Bu ham 42 chiqish kerak ekan. Faqatgina mana bu yerda x berkitilgan yaproqni topishim kerak. Bu degani
qolgan barcha raqamlarni bir-biriga qo'shib chiqamanda va yetmagan qismi, ya'ni 42 ga yetmay qolgan qismi shu x o'rnidagi son hisoblanadi. Boshlaydik qo'shishni. 6 ga 2 ni qo'shamiz 8, 8 ga 3 qo'shamiz 11. 6 ga 2 ni qo'shsak 8, 8 ga 3 qo'shsak 11 hosil bo'ladi. 11 ga 1 12, 2 ni qo'shadigan bo'lsak 14, 14 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsak 23, 23 ga 5 qo'shsak 28, 28 ga 7 ni qo'shamiz. Mana 28 ga qo'shamiz 7 ni 35 hosil bo'ladi. Endi bizda necha chiqish kerak edi? 42 mi? Shuning uchun 42 dan aylaymiz 35 ni. Shunda yetmagan qismi kelib chiqadi. 12 dan 5 ketsa 7. Demak, bu x o'rnidagi son 7 ga teng ekan. Shunda bizda 42 hosil bo'ladi. 37-si maftuna quyidagi shaklni 6 ta katagiga 1, 2, 3, 4, 5, 6 va 6 sonlarni yozib chiqmoqchi. U barcha kataklardagi sonlar har xil bo'lishini xohlayapti. Maftuna ko'k kataklardagi sonlar yig'indisi ham, sariq kataklardagi sonlar yig'indisi ham 10 ga teng bo'lishini xohlaydi. U so'roq belgisi turgan katakka qaysi sonni yozish kerak debdi. Demak, qaytaraman. 6 ta son bor ekan. 1, 2, 4, 5, 6. Shu sonlarni yozib chiqmoqchi. Mana bu yerdagi kataklarga misol uchun 6, 5 va hokazo va hokazo yozib chiqmoqchi. Endi bizda shart kiritib qo'yibdi mana bu yerda. U barcha kataklardagi sonlar har xil bo'lishini xohlayapti. Ya'ni har bitta katak har xil bo'lsin deyapti. Ya'ni mana ko'kka 2 desa hammasi 2 2 bo'lmasin deyapti. Hammasi har xil bo'lsin deyapti. Maftuna ko'k kataklardagi sonlar yig'indisi ham, sariq kataklar sonlari yig'indisi ham 10 ga teng bo'lsin deyapti. U so'roq belgisi turgan katakda qaysi sonni yozish mumkin debdi. Ya'ni oxir yozib qo'ysak, mana uni yig'indisi 10 ga teng bo'lsin deyapti, buni yig'indisi 10 ga teng bo'lsin deyapti. Shunda bitta son ortib qoladi, shu yerdagi songa tegishli bo'ladi. Misol uchun, mana bu yerdagi sonni boshi bilan oxirini birlashtirish uchun 6 ni oladigan bo'lsak, oldingi misollarimizda ishlaganmiz, boshini jupini olardik. Bizda 10 deb turib shart kiritdi. 6 ni 10 qilish uchun 4 bo'lish kerak bu. Endi qolgani bizda hosil bo'ladi 5, 3, mana 5 qolyapti, 3 qolyapti, 2 qolyapti, 1 qolyapti. Endi biz 10 yasashimiz kerak. Yagona chora 5, 3, 2. Shunda 5, 3, 2 ni yig'indisi bizda 10 ni beradi. So'roq o'rnisida 1 qolib ketyapti. Demak, so'roqqa 1 ekan to'g'ri javob. 38 mana bu yerda yulduzchalik ekan. Yulduzchalik esa ozgina murakkabroq bo'ladi. Diqqatli bo'lib turamiz. Buni shartida aytayaptiki, rasmda 4 ta kvadratlar berilgan bo'lib, uning uchlariga natural sonlar yozilgan. Bu kvadratlar uchlaridagi sonlar yig'indisi bir xil bo'lsa, so'roq o'rnidagi natural sonni toping debdi. Demoqchiki, mana bu kvadratli yoki mana bu kvadrat yoki bu kvadrat bu kvadratlarning barchasini uchlaridagi sonlarning raqamlar yig'indisi bir-biriga teng ekan. Shundan foydalanib biz mana bu kvadrat yig'indisini topaylik. 8 qo'shilgan 5 qo'shilgan 2 qo'shilgan so'roq nechiga teng? 8 qo'shilgan 5 qo'shilgan 2. 8 ga 2 ni qo'shsak 10, 5 qo'shsak 15. 15 qo'shilgan so'roq. Demak, bu tomonni qo'shaylik. 6 qo'shilgan 3 qo'shilgan 1 qo'shilgan so'roq teng. 6 ga 3 qo'shadigan bo'lsak, bizda necha hosil bo'ladi? 9 qo'shilgan 1 qo'shilgan so'roq. Bizda so'roqdan keyingisida mana edi 15 edi. Bundan ko'rinib turibdiki, mana bu yerda b ni o'rniga shunday son qo'shishimiz kerakki, 9 ga qo'shsak 15 hosil bo'lsin. Bundan ko'rinib turibdiki, bizda b imiz 6 ga teng. 6 ga 9 qo'shsak keyin 15 bo'ladi. B ni topdik.
Xo'p, keyingisi foydalanib turib biz hosil qilishimiz kerakki, mana bu yerda a ni ham topishimiz kerak. Mana bu kvadratdan foydalanib. Demak, biz qo'shishimiz kerak 8 ga qo'shamiz a ni, qo'shamiz b ni biz 6 deb topuvdik. 6 ni qo'shamiz so'roq. Bizda hosil bo'ladi 6 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsam 14 qo'shilgan a qo'shilgan so'roq. Bizda mana bu yerdagi son 15 bo'lsin deb turib, mana bu yerda kelishib oldik. So'roq hammasida bo'lgani uchun tashlab ketildi hisob bo'ladi. Endi a o'rniga son qo'yib 15 chiqarish uchun yagona son a ni o'rniga 1 qo'yish. a ni o'rniga 1 qo'ysamgina 14 ga qo'shaman 1 ni, natijada 15 hosil bo'ladi. Demak, a ni ham topdik 1 ekan. Endi bundan ko'rinib turibdiki, mana bu yerdagi sonlar yig'indisi bilan bu yerdagi sonlar yig'indisi bir-biriga teng ekan. Ya'ni 4 qo'shilgan 8 qo'shilgan 4 qo'shilgan a ni o'rniga 1 dedik. Qo'shaman. 4 ga 1 qo'ysam 5, 8 ga 4 qo'ysam 12. 12 ga 5 qo'shadigan bo'lsam 17 hosil bo'lar ekan. Demak, mana bu yerdagi sonimiz 5 qo'shilgan 2 qo'shilgan 8 qo'shilgan so'rog'imiz bizga 17 ni berish kerak ekan. Mana uchalasini qo'shuvdik, 15 chiquvdi. 15 ga qo'shamiz so'roq barobar 17. 15 ga nechani qo'ysam 17 bo'ladi? So'roq teng 2. Demak, so'rog'imiz bizda 2 ga teng ekan. Oxirgi masalamizda aytyaptiki, Nodir 4, 5, 6, 7 va 8 raqamlari bor. Nodir quyida berilgan tenglik o'rinli bo'ladigan 4 ta raqamni 4 ta kvadratga joylashtirdi. Nodir bo'yalgan kvadratga o'zidagi nechta raqamni qo'ya oladi debdi. Mana sariqdagini o'rniga nechta raqam qo'ya oladi debdi. Misol uchun keling, bizda hosil bo'lsin 5 hosil bo'lsin deb turib olaylik. Bizda 5 hosil qilish uchun 8 dan ayrimiz 6 ni, 8 dan 6 ni ayirsak 2. 2 ga nechini qo'ysak 5 bo'ladi. 3 ni. To'g'rimi? Lekin bizda bu yerda 3 yo'q. Shuning uchun o'rnini almashtirib olar ekanmiz. 6 dan ayrayman 8 ni. So'ngra qo'shaman 7 ni. 6 dan 8 ayirib bo'lmaydi-ku desangiz, 6 ga birinchi 7 ni qo'shib olsak bo'ladi. 13, 13 dan 8 ni ayirsam 5 chiqadi. Demak, 5 ni ola olar ekanman. Xo'p, keyingisida 5 oldim. Xo'p, keyingi holatni mana burchaga yozay. 6, 8, 7 ni oldim. Endi shunda bizda 5 hosil bo'ldi. Xo'p, endi keyingisida bizda keling 4 hosil qilib ko'ramiz. 4 hosil qilishimiz uchun 5 dan ayriymiz 8 ni. 5 dan 8 ayrib bo'lmaydi. Shu sababdan mana bu yerga 7 ni yozaman. 7 ga 5 qo'shib olamiz. Birinchi 12, 12 dan 8 ni ayirsak 4. Demak, 4 ni ham hosil qilsa bo'lar ekan. Keyingisida 6 hosil qilib ko'raylik. Mana bu yerda 6 ni 5 ni hosil qildik, 4 ni hosil qildik, endi 6 ga keldik. 6 ni hosil qiladigan bo'lsak, 7 dan ayirib ko'ramiz 5 ni, tayyor 2 hosil bo'ladi. Endi 2 ga 4 ni qo'shsak 6. Demak, 6 ham hosil qilsa bo'lar ekan. Keyingisida 7 ni hosil qilib ko'ramiz. 7 ni hosil qilish uchun bizda 6 dan ayriymiz 4 ni, 2 chiqadi. 2 ga endi 5 ni qo'ysak, mana tayyor 7 chiqar ekan. Demak, 7 ni hosil qilsak bo'ladi. 8 ni sinab ko'ramiz. Bu qismiga yozaman 8. 8 hosil qilish uchun bizga 3 kerak. Mana yerda 7 turibdi va 7 ni hosil qildik. 7 turibdi. 7 dan 4 ni ayirsam 3 hosil bo'ladi. Va 3 ga 5 qo'ysam 8 hosil bo'ladi. Demak, 8 da ham o'rinli ekan. Xo'p. Demak, bizda jami 5 ta hammasi deyarli hosil bo'lar ekan 5 ta.